oddiy xalqqa talab, o'tirma, turma, yurma. Qarz ol, nimadan? 35%, 50%gacha bankdan qarz ol degan talab bo'lyapti hozir nimaga? Xalqqa. Asabiylashib, kasal bo'lib yotib chiqdim больницada. Hali aytgandek, mehnatimiz halol, hali go'shimiz haromga o'xshagan inson bo'lib qoldik biz, o'rtoq prezident. Demakki, asab maza qochgan, kasal bo'lgan, boshqa ko'proq aytganda itam xabar olmaydigan bo'lib qoldi bizdan, veteranlardan, tadbirkordan, mulkdordan itam xabar olmaydigan bo'lib qoldi o'rtoq prezident. Shu oddiy xalq maddohlarni dastidan o'rtoq prezident oddiy xalqqa talab, o'tirma, turma, yurma. Qarz ol, nimadan? 35%, 50%gacha bankdan qarz ol degan talab bo'lyapti hozir nimaga? Xalqqa. O'rtoq prezident. Qayerga qochaylik, o'rtoq prezident? Qachon qaraysizlar bir oddiy xalqqa? O'rtoq prezident. Men necha marta aytyapman. Qanchadan pullarim ketdi, 40 yil bo'ldi, 43 yil bo'ldi qo'yganimga. Bir o'rtoq prezident deb quloq solib qo'ydilar xalqqa ham de. Sen o'rtoq prezident. Mana necha marta aytyapman, Abdulla Aripov prokuror boshqa qonun qolmadi-ku o'rtoq prezident. Men Trampgacha nima qildim? Murojaat qildim ingliz tilida, rus tilida, o'zbek tilida. Nima qilaylik o'rtoq prezident? Ayting, maslahat bering. O'rtoq prezident, maslahat bering. O'tirma, turma, yurma degan talabni bajarolmaymiz oddiy xalq, o'rtoq prezident. Shu qarzga botirib tashladi maddohlaringiz bu nimani, o'rtoq prezident. Shu sizdan talabimiz. Kecha ham aytdim, bugun ham aytaman, ertaga ham aytaman. O'rtoq prezident. Qarang xalqqa. Bunday qarab qo'ying xalqqa. Tamom bo'ldi bu xalq. Qarzga botib ketdi o'rtoq prezident. Buni maddohlaringiz orqasidan. Aytyapmanki, o'tirma, turma, yurma. Qarz ol. Shtaram to'la. Gazga to'la, nimaga to'la? Kasallikni boqqani puli yo'q. Bizda qancha bir veteranlarni mehnatni qilib kasallikni tuzatgani nima yo'q. O'limga hukm qilyapti mana bu. Nimalar? Abdulla Aripov, hokim, bu nima? Prokurorlar. Bu xalqqa kim qaraydi o'rtoq prezident? Qasamyod qilgansiz-ku. Shu vahshiylikni to'xtatdilar prezident. Shunga qarang bunday o'rtoq prezident. Bu maddohlaringizni sal nimaga solib qo'ying o'rtoq prezident. Nimaga tartibga solib qo'ying o'rtoq prezident. Do'stona hurmat qilaman. Xayr, salomat bo'ling.